Assalomu alaykum do'stlar. Ba'zi joylar borki, ularni faqat ko'rish emas, his qilish kerak. Shveysariya aynan shunday joylardan biri. Bu safar biz do'stlar bilan Alp tog'lari bag'riga yo'l oldik. Qor bilan qoplangan cho'qqilar, moviy ko'llar va ertaklardek shaharlar bizni kutib oldi. Dron orqali olingan manzaralar esa bu sayohatni yanada sehrli qiladi. Bu oddiy sayohat emas. Bu Shveysariya bo'ylab unutilmas sarguzasht. Keling, sayohatni birga boshlaymiz. Aeroportga keldik hozir. O'tiradigan joy yo'q. Cover baggage or takeoff and landing. Thank you for your attention. Tak, biz Shveysariyaga nihoyat yetib keldik. Otelimizga kirib oldik. Hampton by Hilton. Hop, bu yoqda garderob. Bu yoqda sekretniy room bor. Hamma shinam, osoyishta va go'zal. In wenigen Minuten treffen wir in Zermatt ein. Tak, rasmga tushib olamiz. Mana Ko'rib turganingizdek, Cerny shahrida McDonald's bor. Gap yo'q. McDonald's oldi, Rolex albatta. Turn right. Ana hozir biz mashinani tunnelga qo'ydik. Tunnel ichida ketyapmiz. Juda ham qo'rqinchli. Bu yoqda kontent bo'lyapti. Biz hozir Saint-Moze shahriga yetib keldik. Juda ham boy va go'zal shahar. Narxlar
o'zgacha. Beraveramiz. Rahbar Mana bu yoqqa qo'ying, men menga beraveraman. pulpitlar. Bu yoqda o'ziga xos sport turi bilan shug'ullanishyapti odamlar. Judayam qiziq. Shunday qilib, bu sayohat ham o'z nihoyasiga yetdi. Sayohatlar tugaydi, lekin ular qoldirgan xotiralar har doim biz bilan qoladi. Umid qilamizki, siz ham bu videoni tomosha qilib, biz bilan birga shu go'zal sayohatni his qildingiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Yana yangi sayohatlarda ko'rishguncha.